أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد biz aldan kılgan dersimizde bugün günde yaşlarınki yani muhim boğan bazı işlerini koyup yani muhim boğmagan işlerine köngül bilgenligi hakkında ders kılınıp bunundan yaşlarınki köngül bilişki tegişlik, ihtimam bilişki tegişlik akılını terakki kıldırış, ilim marifetlik buluş, İslami medeniyetlik buluş, manda tarafına koyup cisimni terakki kıldırış, köngül eçki köngül biliş degandek bu tarafga bakroq mayllab ketganligini bayon qildik. Buningda bir qancha misollar berildi. Masalan, hozir yoshlarninki bak köngül bilib ketgan, uningga berilib ketgan taraflardan cisimning talabini qandirish yoki cisimning tarafini terakki kıldırış üçün köngül bilib ketgan taraflar tantarbiya harakatiga bakroq köngül bilib uningdan boshqa köngül echish so'rovlariga va boshqa yana köngül tatgan tarafiga ketadigan bu taraflarga bak köngül bilib ketganligi dunyoda yana top o'ynaydigan va boshqa tanharkat chempion bo'lgan kishilarni bak tunuydigan dünyadaki bütün artistlarni hammani tanıydigan, yani köngül echish so'rovlariga to'liq köngül bildigan, ammo boshqa aqlni taraqqiy qildirgan ilm ma'rifat taraflariga köngül bilmaganligini bayon qildik. Shuning bilan bizning xalqimizningki, yani köngül bilmay qolgan taraflari nima? Köngül bilmay qolgan taraflari bizningki islomiy tariximizni, bizning Uyg'ur tariximizni, İslam medeniyetimizni bilmey qolganligi, bizning qanday adamdan, qanday ajdoddan kelganligimizni bilmey qolganligi, bizning burun o'tgan arboblarimizni bilmey qolganligi, masalan siyosiy dohilar, diniy dohilardan nurg'un katta kishilarningki o'tib nurg'un yaxshi ish qilganligidan xabar bo'lmay qolganligi bu bayon qilindi. Masalan, cho'ng o'tgan kishilardan Sobit Tamollonga o'xshash, Muhammad ibn Bug'ra Emiratimga o'xshash, uningdan boshqa ilmiy sohada yetilgan Mahmud Qashqariga o'xshash, Yusuf Hasajibga o'xshash kishilarni tunimaganligi bizningki, ya'ni islom madaniyatidan yetib kelgan, ya'ni ortiqchilikni bilmay qolganligi, uningdan o'rganishga tirishmay, u ishlarni yetildirishga bu tarafiga ko'ngil bilmasdan boshqa tarafga ko'ngil bilib ketganlikni bayon qildik. Buning ichidan yana cisimni terakki kıldırışqa bak köngül bilib ketdi hozir dünya yoshlari deb buni bayon qildik. Hamda bu yerda cisimni terakki kıldırışda köngül bilib ketgan tarafda bu cisimni praktik qilish, tantarbiya harakati deganga o'xshash tan sog'lomligi, ba'zi bir mashqlar buni to'g'ri emasmi degan gap qoladi. Buni injiklab bildirib qo'ymoq lazım, anlatish lazım. Bunun da askeri mashq, ya'ni askerlikka aloqador bo'lgan askeri mashq qilish, tantarbiya qilish, badanni chiniqtirish, bu har qanday bir musulmonga vojib bo'lgan ish. Bo'libmi bizning xalqimizga, bizning xalqimizdagi musulmon yoshlarga askeri mashq qilish farzil ayn olgan bir ish. Buni muhim deb bilmek lazım. Bundan boshqa tan sog'lomligini saqlash uchun qilgan ba'zi bir tantarbiya harakatlari biz ham de bizning vatanda Uyg'ur xalqimiz bu tantarbiya harakatiga bak ko'ngil bilmay
keliglik ten sağlamlıkımızda. Çünkü bu Xitaylımı her günü ettiğinizi ten terbiye kılıp ten sağlamlık için kıldırgan boğaçka şu Xitayның kığını kılgan bulap kalmaylı degendek bu işlere pek ehmiyet verilmeklik ama bu mu yani ten sağlamlığını saklaş için kılışkı tegişlik işleydi. Bu tarafta ten sağlamlığı için kıldırgan ten terbiyeyle bulap kalsa bu yani ebzel iş. Bu İslamiyet'in talebi. Ten sağlamlığını saklaş her Müslümanınki vazifesi. Ondan başka köngül eçiş sorularda şer'iga xilap gelmegen, İslamның ruhiga zid gelmegen halda bazı bir örf adetdeki köngül eçiş işleri köp vaqtını almagan halda andımında bolsa bu normal mubah iş şeriatның karşıda. Şunun için biz bir yerdeki belgelemeni ölçemini bir bilip almak lazım. Onundan başka büyüdü vaxtını baka kılgan, haram bilen meşgul olgan, nurgun münkerat bilen meşgul olgan bu işlerin hemmesi yani insaniyetke xilap, İslamiyetke xilap, yani insaniyetke zehirlik bolgan işler bundan uzak buluş lazım. Şuna bu şeriatның İslami qarashda bu işini incege bilip lazım. Yani bunun yani zürül boğunu ba, boşrak zürül boğunu ba, yani onun makruh haram boğunu var. Bunu bu şekilde arif bilvasak butu. Ama bunun yani bunun zürül boğunumuz zürül boğan akılını terakki kıldırış. Biz dedik ten terbiye hareketi de askeri üçün yani askerlik üçün meşq qilish farzil ayn boğan bolsa şunun bilan birge akılını terakki kıldırsa asker olmasdan belki kumandan buldu. Hem aklı yetilse hem onun cismi yetilse. Normal asker ile kumandanın farkı bu. Demek yani bu tarafında dikkat kılışkı tegişlik, ehmiyet bilişki tegişlik, zürül işler bu. Ondan başka büyüdü işlerine vaktini zaya kılıp meşgul bulmaslık. Bulup mu haramga yakın bulup kaldığın işler ya ki haram işler ondan uzak duruş lazım. Demekçi bu hakta yani dünyaya insan nima üçün yaratılganlığı haqida ayet mikillik yani biz Allah'a ibadet üçün yaratıldık. Har qanday qilgan yaxshi ish savob daftarga yozildi. Normal mubah ishni biz savob niyati bilan, yaxshi niyat bilan qilsak, bu savob daftarga yozildi. Mu'minning qilgan ishining hammasi yaxshi amalga yozildi, yaxshi ishlar. Shuning bilan bu yerda biz başta alimninki degan qaside beytlerden bayan kıldık kafilerini. Bunu Uygurcaga tercüme kılıngan ait yaxshi şekildeki qasideni bayan kıldık. Bunun bilan birge yani bizning vatanimizda Qarqash naisde, Qarqashda Mehmet ibn Qarim deb ustazimiz bu kishininki Muşu cemiyetdeki yaşlınınki oyun tamaşaga bazı bir havaya heveske ko'ngil bölüp ketkenligi, yani muşu işlarning xata ketkenligi haqida yozgan şiirlerin bir beytde deb zikr qilmoqchi. Bu kishini şu xata ishini ayıplab yozgan şiiriste bu dunyoga yemek içmek qo'saq boqmoqqa kelganmi? Qolup restide leylep köngül açmakka kelgenmi dep qafiye bilen şiir yazıp diken. Ondan başka bizninki ata-bobalarimizning qaldırgan sözleri var. Köngülning keyniga kirmen köngül her yerge başlaydı. Köngülning keyniga kirsen apırıp çöllerge taşlaydı dep. Bu köngülning arzusunu qandırış için hareket qilish bu aygı tügümeydigan bir işler. Onun için bunun da bu şekilde bununki ölçümünü bilip kılmak lazım. Şuna bu yaşlarınki, dünyadaki Müslüman yaşlarınki almaş gitip kalkan tarafları ve bizden halkımızdaki bu yaşlarının almaş gitip kalkan tarafları. Şimdi bugünkü dersimizde yani yaşlar olsun, çoğunlar olsun yani takva dep tunulgan. Yani onunki kiyim kiçiki, şekli, takı turuqı, içki taşqı, görünüşte hem taraftan yani naiti muisbet, yaxşı, Müslüman şekilde naiti takva görüngen kişilerinki bazı işini almaş qıpsağanlığı, dinininki yani bazı inceki taraflarda dikkat qılmağanlıqdan yoki düşüncesinin kam bolğanlığından
almash qilib salganligi. Diqqat qilishga tegishlik xato ishdan diqqat qilmay, diqqat qilmasin butgan ishga bak ko'ngil bilib ketgan manda tarafini bugungi darsimizda buni zikr qilmoqchi. Biz ishni almash qilib salgan, qaysi ishni baldiy qilish haqida başladık bu kitapның başından başlap. Şuna hozir ijtimoiy jamiyatda yashayotgan musulmonlarningki qanday tarafga bak ko'ngil bilib ketgan, qaysi taraf ko'ngil bilinmay qolgan, buni zikr qilib, ba'zi bir xatoliklarni deb o'tmoqchi. Bugungi darsimizda dindar kishilarningki xato ketgan ba'zi ishlari, masalan, bo'libmi bizning vatanimizda o'zi bilan teng darajada islomiyatni komil bo'lmagan kishilarni, boshqalarni yani birini fosiq degan, birini munofiq degan, birini bilimi degan, birini bilimi degan, demak yani boshqalarni o'zi bilan o'xshash bo'lmaganlarning hammasini bir daraja tuvan ko'rib, buningga tuvan muomala qilgan. İslam axloqida yani har qanday bir kishiga o'zining layoqatda muomala qilish bu payg'ambar alayhisolamning sunnati, axloqi. Yani İslamның fazilati bilan, yaxshi axloqi bilan am boshqalarga bu İslamның aloyidaligi va tashviqoti, uning da'vati yetadi. Boshqalarni tuvan ko'rish bilan yoki unga tuvan muomala qilish bilan İslamningki axloqi boshqalarga yetmaydi. Uning uchun bunga diqqat qilish lozimdi. Birini anda degan, birini bunda degan, buni yani İslamiyatni komil tutmagan bir kishi deb buningga biraz qo'pol muomala qilib qo'ydigan ishlar bor. Hatto bu ishlar tuqqanlar ichida, oila ichida, yaqin atrofida mavjud bo'lgan ishlar. Masalan, vatanda bu kommunizmga xizmat qilgan nurg'un xizmatchilar bor. Ammo shuning bilan aralash yashayotganlik jamiyatda har xil odam bor. Hammasi aytilgan taqvo, komil musulmon emas. Hammasi musulmonning avlodi, ammo ba'zisining kallasi kommunist bo'lib ketgan, ba'zisi bir qanday, ya'ni islomiyatni to'liq tushunmaganlikdan yoki uningga amal qilmaganlikdan shunda xalqi yaramas musulmonlarning bo'lib qolganlik. Ammo ularga ya'ni o'zining layoqatda yaxshi, yumshoq muomala qilib, islomning ortiqchiligini ko'rsatmak lozim. Ya'ni bu oilaga kirgan ba'zi ishlar hatto ata-onasi sal yaramas anaqa islomning to'liq qalbiga tushmagan kishi bo'lib qolsa, buningga biroz qo'pol muomala qilgan, boshqalarga shunday muomala qilgan. Buningga oyat karimada Alloh subhanahu va taolo shunday dediki, bu ishning to'g'ri qilish haqida va in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma va sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Oyatda yani senin ata-anan seni bana şirk keltirishga taqarishib zo'lab tursa-mu, sen yani bilmagan narsani qilma. Demak, yani sen bu bana şirk keltiradigan ishga yo'q der. Fala tutihuma, ularga itoat qilma. Va sahibuma fid dunya ma'rufa. Sen dunyodagi o'zingniki, yani balalik vazifangni burujingni ado qil. Ularga bizning balalik burujimizda yaxshi muomala qilish, ahvolini xabar tepish, har tarafidan bularga yariylikda bo'lish balalik vazifasi. Bu vazifani to'liq ado qilgan degan bo'ldi oyatning mazmuni. Hamda bizning yashayotgan vatanimizda va boshqa yerda, boshqa davlatlarda bor, yana shu ota-onamiz bilan fikrimiz bir yerden çıkmasa, kelişemesek yoki diniy tarafda biroz yani ota-onamiz xato iddiada bo'lib qolgan kishilar bo'lsa, buningga yani yo'q deb hammaga yo'qlaydigan. Bunda bir ish bor. Buningdan yani faqat sen Allohga asiylik qildigan. Shunga la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil xaliq. Bu dinning prinsipi. Yani Allohga asi bo'lib turib maxluqqa itoat qilish yo'q. Hech kimga. Onun uchun o ata-ona Allohga asiylik qildigan isyonga burilsa, uni qilmaymiz. Ammo uningdan boshqa har qanday bir ishda biz uningda birlikda yariylikda bo'lishimiz bizning vazifamiz, buni ado qilish lozim. Yani shuni uni
андак etdi, mundaq etdi, sening iddiğin andaqdı, mundaqdı yoki nima etdi deb uningga itoatsizlik qilish yoki uni qaqshitish, uningga aziyat berish to'g'ri emas. Demak, ota-onasi kommunizmda cho'ng bo'lgan yoki kompartiya a'zosi bo'lgan, keyin pensiyaga chiqqan, undan keyin sen o'sha kommunist maktabida o'qimasang olmaydi degan bo'lsa, tamom, uningda o'qimayli, ammo meni o'shunda xatoga buyurdi deb ularga qo'pol muomala qilmayli demoqchi bu yerdagi oyatning mazmuni. Uningdan boshqa yana almash bo'lib qolgan yerlar nurg'un bor. İctimai jamiyatda masalan ummatning majburiyati bo'lgan, ya'ni bir top ummat, islom ummati yashagan bir jamiyat, ijtimoiy jamiyatda ko'ngil bilishga tegishli, ya'ni favqulodda ilmiy taraflar, sanoiy taraflar va boshqa fan, texnika taraflar buningga farzil kifoya bo'lgan ish bo'lsa-mu, ammo muhim bo'lgan ishlar. Har qanday bir ummat islomiya davlat bo'lib yashagan ekan, bu boshqa kafir davlatlardan har tarafda ustun turish uchun her tarafdagi ilmiy taraflarga, ya'ni sanoiy taraflarga, boshqa harbiy taraflarda, demak, ya'ni boshqalardan ustun turadigan taraflarda tamoman to'liq tirishchanlik qilib alayda bo'lish lozim. Buningga ko'ngil bilmasdan nima bo'ldi? Ya'ni boshqa millat oldida, demak, ya'ni boshqa kafirlar oldida naytib tushkun bir holatda musulmonlar yashayapti. Ondan başqa farzil kifoya emas, ya'ni farzil ayn bo'lgan ishlar bor. Har shaxsiga farz bo'lgan. Masalan, amr ma'ruf nahy munkar. Amr ma'ruf nahy munkar degan, ya'ni yaxshiga buyurish, yomon ishdan to'sash. Bu ba'zi bir zolim davlatlarda, ya'ni zolim kufrning ostida yashab kunab qolgan odamninki ba'zi bir gaplari bor, ibodatda singib qolgan. Ya'ni boshqani qo'y, o'zingni bil, yo'lang'imang, haq bilan nima ishing, deganga o'xshay, uning orqasidan keltirgan bir qancha bo'lmas tamsillar bor. Biz bu gapni ibodat qilmaslik lozim. Bu gapni musulmonlar orasida tashviq qilib deyirdigan gap emas. Demak, ya'ni amr ma'ruf nahy munkar bu har qanday musulmonning her qanday bir shaxsning vazifasi. Mening kuchim yetmedi, o deganimning foydasi yo'q desam anglamaydi. Demak, ya'ni bir imkon bilan, ya'ni uni deyish lozim, buni xatirdan to'sash lozim, to'g'riga burish lozim. Anglasin, anglamasin, ya'ni. Deyish, anglatish bu har qanday musulmonning majburiyati. Shunga bu haqda mu'min musulmonlarni sifatlab Alloh subhanahu va taolo nima dedi oyatda? A'udzubillahiminash-shaytonir-rajim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Ana mu'min erlar va mu'min ayollar bular o'zaro, ya'ni erlar, ayollar o'zaro, ya'ni bir-biriga nihoyatda yaqin do'st yashaydi. Bular ma'ruf buyuruydi, munkardan to'sadi. Namoz o'qiydi, zakat beradi. Bu yerda namoz o'qish, zakat berishdanmi burun amr ma'ruf qilish, nahy munkar, bu boshda keldi. Demak, ya'ni har shaxsning ko'ngil bilishga tegishli majburiyati bu. Shunga boshqani qo'y, o'zingni bil degan gapni qo'yib, ya'ni biz imkon bor yerda nima bilan bo'lsin, biz ma'rufga buyurish, munkardan to'sash ishni qilish lozim. Bu bizning vatanda bo'lmasdan boshqa davlatlarda bak chiq bo'lib ketgan bir ishlar, xalq bilan nima ishim deydigan, munkarga inkor qilmaydigan, bo'lapmi bu Turkiyada munkarga inkor qilmaydigan ish singib ketdi ekan. Boshqa nima ishing hammadan o'zi bilib, o'zi qiladi, o'zi biladi ishni deydigan. Shuning bilan bir munkarning qashdi, bir ma'ruf ikkisi bir yerda ashunda yashayotgan. Chunki bizga taqashmagandan aslında ma'ruf bilan munkar ikkisi tangtay bo'lmaydi.
bisi bo'lgaydi, bisi bo'lmaydigani. Shunga munkar bo'lib qolgaydi, munkarni to'xtatib, o ma'rufni uning o'rniga serish lozim degan gapimni. Burunqi bizning musulmonlarning alohidligi bu. Yana Qur'oni Karimda boshqa oyatda yana islom ummatini, ummat islomiyni, yani musulmonlarni maqtab nima dedi? Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar va tu'minuna billah. Sizlar islom ummati kishilar uchun amr ma'ruf qildigan, nahy munkar qildiganga nima qildilar? Yaratildilar. Demak, yani Alloh subhanahu va taolo sizlarga shunday bir alohidlikni berdi. Amr ma'ruf qilasizlar, nahy munkar qilasizlar. Yani yaxshi ishlarga burishlik kishilarni, yomon ishlardan to'sasizlar. Allohga ishonisizlar. Bu alohidlik sizlarningki islom ummatining bo'lgan alohidligi faxrlanishga tegishli. Boshqa ummatda unda bo'lmagan. Asli shu bu vazifa berilgan. Burunqi ummatligimi, ammo ular uni amal qilmagan. Boshqa oyatda lo'inallazina kafaru min bani Isroil ala lisan Davud va Isa ibn Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Davud alayhisolamning Isa ibn Maryam, Isa alayhisolamning tili bilan Banu Isroil la'natga uchirdi. Bular payg'ambarlik asilik qildi, shuning bilan birga bular munkardan to'smaydigan, u munkar ishni o'zi qildigan. Demak, la yatanahuna deb kelgan ma'o kalimaninki qurilma siyg'asida bir-birini munkardan to'smaydigan. Hammasi biroq munkarni hammasi o'xshash qildigan. Buningdan bir-birini to'sadigan ish yo'q. Boshda mu'minlarning alohidligi nima dedi? Bir-birini amr ma'ruf qildi, bir-birini yaxshi ko'rdi. Dedi. Mo Banu Isroildagi bu bo'lmagan xato ish, xatoligi bo'lniki Isa alayhisalom, Davud alayhisalom to'sqan ishlar shu munkarni bular davomlashtirdi. O'zaro buni bir-birini to'sash yo'q, uni birga qildan bilan ham qon bo'ladi. Labisa ma kanu yapalun. Bundan qilgan ishi nayti xato. Ondan boshqa yana musulmon ummatininki, musulmonlarning almashqib qo'ygan ishlari ro'za tutishga nayt ko'ngil bo'ladi, namozga ko'ngil bo'lmaydi. Ro'za bilan namoz o'xshash farz islomdagi. Ramazon kunlari bo'lsa, hammadan ro'za namoz o'qimaydigan nurg'un odamlar bor. Ro'zaga ko'ngil bo'ladi, ammo namozga ko'ngil bo'lmaydi. Endi bu kishilarningki tabiiyatida namoz har kuni 5 vaqt o'qiladigan bo'lg'achqa, ro'za tutish yilda bir qatim qiladigan bo'lg'achqa, shunga bir qatim yilda bir qatim bo'lgan ishni qil deganmi? Yoki hamda hammadan ro'za tutib binasi yeyish, biz binasi yeyish ayib bo'lgan deb qilamdi. Har holda ya'ni Allah ajrini bersin, yana nima deb qilsa qiladi, ya'ni ro'zaga bakroq ko'ngil bo'ladi, ammo namozga unda ko'ngil bilmaydi. Aslida namozmi ko'ngil bilishga tegishli o'xshash farzdir. Bundan boshqa yine shunda ko'ngil bilishda, ehtimom berishda almash ketgan ishlar. Farz ishlarga ahamiyat berishdanmi bakroq nafl ishlarga ahamiyat bergan ishlar bor. Masalan, zikr tasbihni jiq qildigan, mustahab amallarni jiq qilib buning bilan mashg'ul bo'ldigan, ammo nurg'un muhim bo'lgan farz ishlarni qilmay qoldigan. Masalan, ota-onaga yaxshilik qilish, munkar sil-rahim qilish, qo'shniga yaxshilik qilish, ojizlarga sil-rahim qilish, rahm qilish, yetim misrlarni, miskinlarni parvish ahvolini xabar tepish, munkarga inkor qilish, ijtimoiy jamiyatdagi zulmga qarshi turish deganga o'xshash bu ishni qilmay qoladi. Demak, bu ishlar qilishga tegishli har bir shaxsning va har bir to'plum, ijtimoiy jamiyatning hammaning vazifasidir. Bu ishlar qilib, yana zikr, tasbih va boshqa kichik ishlar bilan mashg'ul bo'lgan ishlar bor. Endi bu kichik ishlarni qilmamdoq. Unda emas. Uni qilamiz,
Ama jiq vaqtimiz yoki davomli bizning kallamizda muhim deb bilgan ish u bo'lib qolmasin demoqchi. Muhim ishlar ma'ni qilib bilib, uni qilamiz. Uni vaqtimiz bo'lib qolsa, arsirada uni qilish lozim. U mo'minninki ruhini kuchlantiradigan ishlar, azkarlar. Ammo yashayotgan jamiyatda zurul ishlar bu. Chunki Qur'oni Karimda ota-onaga yaxshilik qilish, sil-rahim qilish, qo'shniga yaxshilik qilish degan gapni hadisda nurg'un yerda, ojizga yordam qilish deganni oyatlarda bakchiq zikr qilingan buni. Bundan boshqa makruh ishlar bilan yoki shibhilik bo'lgan ba'zi bir yana günah bo'lsa, sag'ir günah oldigan yoki az bir kamchilik bo'lgan bu ishlarni bak uning bilan hapilashib ketib, shuni o'ngshaytdim deb. Nurg'un harom ishlar endi qilayotgan, bo'layotgan, uning bilan hech kimning qarshi yo'q. Bu ishlar vatanda bak jiq. Yani u harommi, bu harommi, bu halolmi degan shu ushaq gaplarda nayt jiq talash tortishlar, mashg'ulotlar bor. Ama haroqlar, haroqkashlar, o'g'ir yolg'onlar, bo'lanchilar, yonjoqchilar deganga o'xshash ijtimoiy jamiyatda nurg'un fasad ishlar bo'layotsa, buning bilan hech kimning qarshi yo'q. Bu ishning tulisi jiqroqi shu hokimiyatning sababidan keliglik bizga. Bu üstimizdeki kafir bizningki yaxshidan bo'lib qolishimizni xohlamagandikin qanday bo'lsa bo'la, yani biz o'ltib tugutib bo'lmagandikin buningki shu ichki tarafini yo'qitib tugutilar, unda yaramas, kerak emas adam bo'lib qolsa, u vaqtda biz uzun hokimiyatimizni davomlashtiramiz deb axloq buzildigan, shu ushaq adam mashg'ul qildigan mo'shunda ishlar bilan bakjiq mashg'ul bo'lishga yo'l ichib birlik, muhim ishlarni qilishga har tarafdan yo'lni itib qo'yaylik. Shuning bilan bizning xalqimiz itiglik yo'lni topolmagandikin uchiq yo'lni qilib boqay deb ba'zi ishlarda almash ketib qolgan taraflar. Buningki jiqroq sababi bizning ustimizdagi kafir hokimiyatninki sabablari. Buni nayte bizning foydasi uchun xalqni mashg'ul qiladigan ishlar bo'lsa, nada bo'lsa, ushaqchivak ishlar bilan nayte yo'l uchoq, cho'ng muhim ishlarni o'zi himoya qilib turib yo'l qo'yaqlar xato ishlarni. Yana bunga diqqat qilish lozim. Endi xato ishga hokimiyat yo'l qo'yapti ekan, men to'sanmadim demay, bidanadan bo'lsa-mu, yenimizdagi odamni mushu ishga yaqin bormang yoki yaqin borganlarni haydang deb bidin bo'lsa-mu to'sash bizningki majburiyatimiz bor. Buni qilish lozim. Yana amr ma'ruf nahy munkar bo'lmagan ummatda bu islohot bo'lmaydi. Buningga yani Allohningki yordami kelmaydi. Biz boshdan tartib degan gaplar ishning almash ketib qolganligidan nusratdan uzoq qoldik, Allohning yordami kechikib qoldi deb bayon qildik bu gapni. Demak, biz amr ma'ruf nahy munkarni yani imkon bayada, imkonning biricha, yani kuchimizning yeticha qilish lozim. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.